Yo, barchasini bilan sizlar bilan men Joyner bolalar bugun video sizlar bilan maza qilib biz Herobrine bilan vijvaniya qilamiz. Video boshlashdan oldin like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, biz boshladik. Bu Minecraft va bu Minecraftning 1.12 versiyasi. Mod 1.12 ekan. Mana nihoyat skinni o'zimga qaytarib oldim. Mana skinimni o'zim sog'indim bolalar. Anchadan beri bu skinni ko'rmayotgandim. Endi meni ham skinni ko'rasizlar bolalar. Istasanglar plashni ham ko'raverasizlar, faqat plashni yoqib qo'yishim kerak-da bolalar. Plashim ham bormi? Hozir plash yoqamiz. Skinga kiramiz. Escape on. Hit push Optifine cafe. Yo'q, Optifine emas, videodan o'zarishdan performancedan yo'q, quality'dan Plush degan joy bor edi, bolalar. Detailsdan Plush. Короче, men topolmadim Plush deganni, albatta yozib ketinglar. Herobrine modi juda ham qo'rqinchli bo'ladi, bolalar. Mana shu daraxtlarni qanaqadir dabdala qilib tashlabdi. Bu любой kartalarda ishlayveradi, ya'ni bu men o'zim qilib qo'ymaganman. Herobrine o'zi organizatsiya qilib ketgan, ya'ni mana shu daraxtlarni kalavash qilib ketibdi, bolalar. Hamma daraxt ham qilmaydi. Bu o'ziga yoqqanlar qilib ketyapti, qaranglar. Hop. Endi biz tepaga chiqib olishimiz kerak ekan. Hopda chiqamiz. Param. Albatta mod Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanal kommentariyada bo'ladi. Keyinchalik описаниеda Telegram kanalimiz turadi. Hozirchalik faqatgina kommentariyada. Sababi esa oddiy, faqat mana shunaqa uchun. Kanalning tarixi degan narsa bor. Video joylab tursanglar, tarix yonadi va bu yangi kanal bo'lgani uchun kanal tarixi hozircha bekigan. Uni biz yo'q olsak, kanal tarixini, keyin o'sha yo'g'iga cho'tkib ketaveradi. Obunachilarimiz soni ham 100 dan oshibdi. Bu uchun barchalarga rahmat. Endi doimiy mana shunaqa Telegram kanalimizda, mana shunaqa YouTube kanalimizda mana shu yurg'izamiz. Keyin albatta keyin video uchun doim ovoz beringlar. Misol uchun bu ovoz nima rol o'ynaydi va bu xohlagan videoni chiqarasiz desanglar, yo'q. Sizlar xohlagan videolarni chiqaraman. Misol uchun teskari dunyo videosi endi tayyor. Faqat montaj qilish kerak. O'sha preview hamma narsasi tayyor. Montaj qilsam shu 1 soatlarda o'sha ertaga mana shu datapak deb o'sha teskari dunyoni qo'ysam bo'lardi. Lekin просто takkamam Herobrine hammaga qiziq bo'ldi. Shuning uchun Herobrine videosini ishlayapman. Qo'ylar ham yaramaslar-ku. Bu yoqqa yaramas. Qo'ygan yomon bo'lib ketibdi, qaranglar. Yorib tashlayman ishon qo'y. Mana shu o'ldira olaman bu yo'qmi? Mana shu darimda o'lsa bitta komment yoz, ikkita komment yozasizlar. Pak. Demak bitta komment yozar ekansizlar, ikkita u bo'lmaydi. Necha. Xo'p, temirchining uyi yo'qmikan? Iloji boricha ovqatlanib olishimiz kerak. Bolalar qishloqdan paydo bo'lgan zo'r bo'ldi. 189 bilishinglar mumkin. 189 da mana o'sha game mod ham ishlamaydi menda. Bilmadim, ishlamasa kerak. Ko'zinglarni oldida hozir mana shuni hardga qo'yib yopib qo'yaman. Yopmayman, hardga qo'yib qo'yaman, chunki agar navoda mod o'rnatsam, yana qo'shimcha Herobrine modiga qo'shimcha modni o'rnatsam, uni yopib qo'ysam ishlamay qolishi mumkin, ishlatib ko'rish uchun. Albatta buning davomlari ham chiqadi. Tez orada agar sizlarga yoqsa, shu videoda like'lar soni 20 tadan oshsa davomi chiqadi. 20 dona. Buning uchun sizlar like bosib qo'yinglar. Skinga keyin baho berib ketamiz. Flash yoqishni o'rganib, keyin videoda vashshi flash ham bo'ladi. Chik qilib flashlarda yuramizda. Sho'rpillab. Okay, brothers. Ketdik.
Jitel, mana shu hech qanaqa ishni ham qilmaydigan jitel, eng dangasa jitel o'sha. Ну, bolalar bu modda bilmayman, bittasi aytuvdi, bu modda даже hayvonlar ham o'sha xarabinga o'xshab ko'zi oq bo'lib, orqangizdan quvlaydi, shunaqa, uni xarabin askarlari bo'ladi deb aytuvdi. Balkim shunaqa narsalar ham bo'lar. Men buni anig'ini bilmayman. Qo'chqa yo'qolmaysan sen. Biz esa bittagi ekinlarni yo'q qilaveramiz. Bu qishloqqa qachondir qaytganimizni mana shular tug'ilib ketamiz. Mana shu joylar yoqmaydi menga bolalar. Erroring qilib qo'ygan qaranglar. Demak biz srochniy kerak bo'ladigan verstakdan kirka hosilaga cho'tki tosh olish yo'lini lifehack ko'rsatdim, hech qanday yerda eshib ketmasdan. Qanday desanglar, mana shupoq qilasizlar, yerda tushib o'tirmasdan bitta blok qazisizlar. Bo'ldi, mana ko'ryapsizlarmi? Hech qanday pastga tushib tosh qidir, uni qidir deb yurmaysizlar. Jitlar qanday bilib qoladi-ku desa, sen yoqmayapsan. Albatta kirib kelgan Ramazon oylari bilan tabriklayman hammalarni. O'zi bilinmayapti, ko'ryapsan? Orqamda nimadir paydo bo'ldimi? Menga tuyulyapti yoki paydo bo'lyapti, bilmadim. Voy, qo'rqaman bunaqa narsalardan. Seryozni, horordan qo'rqaman bolalar, tan olish kerak. Tan olish bu mardning ishi. Biz shu oyning oxirigacha 1000 ta bo'lishimiz kerak. Aytishlar mumkin, kanal sotilib ketishi ham mumkin, yo'q. Joynalib qoladi. Boshqa bilan men pushlash yo'llarini bilaman. YouTubedan shuning uchun obuna bo'laveringlar, qo'rqmanglar. Bu kanal o'chib ketmaydi. Menga 100% ishonsanglar bo'ladi. Shunday. Zato 100 tadan oshdik. 500 tadan oshsak, birinchi stream bo'ladimi? Yo'q. 500 tadan oshsak stream qilamiz. 500 soniya ham yaxshi sonlar. Keyin 1000 talikda stream qilamiz. Redga stream qilib turadi. O'zi 1000 tadan keyin asl maqsadim shu 5000 ta bo'lish, keyin 10000 ta bo'lish. 100,000 ta emas, 10,000 ta bo'lish. Bittada balandorga osilmaymiz. Sarani insof bilan aytaylik, to'g'ri. Hamma 100,000 ta ketsa 10,000 ta, 20,000 talik kanallar qayerda qoladi, to'g'ri? Orqaga birinchi o'rin mashina qaraymiz. Kimdir bo'lsa, mana shunday qiyinlarda bilinmaydi u uchun. Lifehack bashi. Mana bizda go'sht bor degani bu, mana degan. Xo'p. Demak, soat ko'rib olamiz. Soat minut o'tdi. Xo'p. Xarablik chiqarmikan desanglar, chiqsa kerak endi, men bu diqqatdan bilaman. Chiqib qolar, do'stlar. Xo'p. Mana jo'la yoqmayapti-da, cho'ta menga. Qo'rqinchli bolalar. Qo'rqinchli, qaranglar. Вообще ужасный вообще. Buni qaranglar. Biyomni qaranglar, вообще bunaqa biyom yo'q-da, bunaqa biyom. Minecraftda bo'lsa oddiy hol desanglar. Hozir bironta bir daraxt orqasidan bup deb chiqib qolsa o'sha. Qo'raysizlar-da. Ko'rib, sekin ostdan. Ana nima? Ne bo'laydi? Voy bola. Yergacha men buni o'zim qo'ymadim. Strashniy-ku. Sindir buni.
Herobrine. Nimadan? Qo'llaman yuraymi, mol. Qo'rqdan qo'rqaman. Qanday o'ynaymiz? Sizlar bilmadim endi. Nima yugurib yuribman o'zim? Men qishloqda tinchgina qollayotgandim. Sizlarga va kontent bosinib chiqdim-da mana. Bu 20 talar kam menimcha. Shuncha qo'rqishimga mana. Hech o'ynaveramiz 20 talardan keyin. Iltimos Tumbo. Iltimos uxlab oling, iltimos. Faqat kechqurun uxlolasiz debdi. You can only sleeping. Yaxshi kechqurun ishdan chiqmayapti. Yo. Nimaga mashhur youtuberlar buni o'ynaydi? Oddiy-ku, desam oddiy emas ekan bolalar. Haykalni ko'rib yorilib ketdik-ku biz. Haykalni o'ziga. Yo'ma, o'tga tushib ketsam tamom bo'laman-da. Shuning uchun yomon strashniy ekan. Horror yomon narsa ekan. Rektor akamiz qanday o'ynabdi-ya? Qanday o'ynagan rektor? Yo'may, bunday horror mendan milliard barobar qo'rqinchli. Menga hali Herobrine chiqmadi ham-da. Shu darajada u haykalni o'ziga. Kim bo'li ovozsiz o'ynayapman. Rektor yomon mazasi qochadi. Rektor o'ynaganda o'ynayapsiz. Mazasi qochadi emas. Yaramas tovuq. Hammasiga shu tovuq aybdor olsin. Balkim Herobrine chiqmas, haykalni tashib ketar bizga mana shunaqa. Yaxshi bo'lardi lekin. Oddiymi bular? Oddiy tuya ekan yaxshi. Uzoq o'zisli tashlanib ketadi. Herobrine odam bo'ladi. Ichiga Herobrine kirib olgan bo'lar ruhi. Yomon modmi bolalar? 10 tadan oshsa like keyin tashlayman Telegram kanaliga. O'shan shu like bosib qo'yinglar. Kuchli cho'tki modda. Men bilan gala turibdi. Bitta boshqasi, bitta boshqasi. Hamma o'zimiz do'stlarimizmisiz? Men bitta yerni qo'yib ketgan. Yer aynan nega bunday? Bunday joyda bunday. Qaytayotgan o'zimiz do'stlarmi? Voch. Unqiraylar deyacha. Nima mayli qaraysan unaqa. Unaqa qarama, shundaymi? Obuna bo'l, shundaymi? Shundaymi? Xodimda. Bolachani qaraydi. Vocha. Urma. Tupurdi menga. Hammasi mash o'ynaydi. Bolasiga o'tirib qo'ydi. Bola soyasiga bir-biriga tupurib o'tirgan. Qaranglar. Fighting is gentleman. Bolasi ular mumkin emasmi? Bolasi o'lishi ham mumkin lekin bolalar. Tuqlar hozir. Bo'ldi. Ular to'xtadashdi-ku. Yaramas, bolaga ham tupuradimi? U tupursa mayli, sen nima tupuryapsan unga? Ayt sababini. Sababini ayt. Bechara bo'sh qo'la tanlab oldi. Yomon bola ekan. Ichidan pishqan bola ekan. Ko'mirni qaziymiz unda bolalar. Aha. Oho. Ana привидение rasm bor, chap qo'lda fakil bilan qorong'i joyda yurish. Doim tunda shunaqa qilib ko'ramiz. Mana men hozir fakilga solaman. Men qo'rqmayman. Ishonaveringlar. Mana shunday yurgan bor-ku, videoni ustida rasm.
Ashrasimni haqiqatdan qo'llaymiz. Qo'llaymiz dedikmi? Qo'llaymiz. Tovuqlar, qo'ylar, qo'y. Qo'y emas, cho'chqa emas, qo'y. Qo'y emas, cho'chqa emas, qo'y deyman. Bugun xarabning paydo bo'lsa, tamom bo'lamiz. Normalniroq joy qidiryapman daman bolalar. Uy qurishgan. Bizada nimalar bor? Deyarli ijtimomatmiz, yugurib yuraverib. Yurmaslik kerak, uy qurish kerak. 2, 3, 4, 5, 6. Xarabning bizani kuzatyapti menimcha. Deydi, qilgansiz. Iloji boricha bolaman berkitib, anaqalarni etmay olyapman. O'zi buni gaplari bor, o'zini modda. Sizlar chiqib qolishi mumkin. Bu YouTube'da mumkin emas bo'lgan gaplar. Shuning uchun o'yinni ovozi yo'q. Yana yozib o'tirmaylar. Mumkin emas. Bo'lgan ICU qo'rqinchli tortadigan ovozlar deydi. YouTube'da uni mumkin emas deydi. YouTube qoidalariga ko'ra. Mana videoyim tugul kanalimni ham qo'shib qo'yib yuboradi. Shuning uchun hazillashmayapman. O'ynagilar kelsa mana shu 10 ta likedan oshsa, bujni men tashlab qo'yaman. Bilasizlar-ku men. Tashlayman dedimmi, tashlab qo'yaveraman. Hozir qo'rqityapti mana shu narsa bor-ku meni. Xo'p, yomon qo'rqityapti bor mana shu narsa, mana shu mod. Bundan keyin horror o'ynamaydigan bo'lsam kerak-a. Bekor qo'shibman postga tinchgina videoni chiqara olmayman. Endi sizlarga ishonaman. Hech sizlarga yoqsa bo'ldi-ku. Men qo'rqaman, ishtim emas bolalar. Sizlarga obunachilar yoqsa bo'ldi-ku. Xo'p demak. Makillab qoldingizmi sizlar? Shunday bo'lyapti hozirgi zamonda. Hozirgi vaziyatda. O'yini ham bor ekan, kras qo'llab. Fundamentli qursa bo'ladi. Fundament hozir ko'ngil sig'armadi fundamentli deb. Mana oddiyroq bo'lsa, uy qursa, eng muhimi xarablikdan o'zimizni himoya qilishimiz kerak. Chunki kundan kunga o'zini ko'rsatib, anaqa asl yuzi ko'rina boshlaydi. Yomon qo'rqinchli mod bu bolalar. Вообще молодец. Turfu falofatinga. Har kech bo'lgan o'tkazib yuborsa ham bo'lmaydi. Bo'lmaydimi? Voy. Yaqindagi o'sha qarshi planlarda realistic survival degan video bor. Bu modlarni tayyorlayapman. Agar o'xshasa olamiz. Bundan keyin postga qo'yiladi-da. Bundan keyingi postda turadi. Papalam, seni traktor bayretlam. Bundan keyin deb qaysi postni qaysi kunga desanglar, aynan mana shu videodan keyin, mana bu video erta chiqsa, shunda ertadan keyin men uchun, sizlar uchun ertaga yana bitta video chiqadi. Nima edi? Teskari Minecraft degan juda ham qiziq bo'lgan u ham. Men challenge yutqazganman detsam bo'lmaydi. Spoiler tarzida vashsha bomba qilingan. Lekin men sizlarga aytib qo'yay. U hammasi bitta mod birinchidan, ikkinchidan u qiyinroq ekan, qiyshiq hiyladan ko'ra teskari yomon qiyin.
O'shanga yarasha prosmotr ham yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni layklar, obunalar, mana shu har bitta vakiliga YouTube takliflarni ko'paytiradi. Misol uchun sizlar videoni oxirigacha ko'rasizlar, bu video yoqadi obunachilarga, auditoriyaga deydida. Sizlarni yoshinglardagi, bizani hududdagi, bizani yo'nalishdagi, misol uchun mana shu Minecraft videolarini yoqtiradigan bolalarga mana shu sanaqa kirganda chiqib turadi, qidiruvga yozsa chiqib qoladi. Shunaqa qilib tarqatadi YouTube. Любой odaminglar mana shu orqali ko'tariladi o'zi. Любой odaminglar, даже vaqti kelgan artefaktni haligacha ko'taradi. YouTube любой youtuber ko'taraveradi. Ko'tarmasa, mana boshida 10 ta odam ko'ryaptimi, oxirigacha 10 ta odam ko'radi, ko'tarmasa. Tanilishi kerak. Mana shu cho'chqa yoqmayapti menga hozir. Yo'qol. Kechqurun bo'lyapti. Kechqurun bo'lyapti. Anno davayte. O'rin qo'yilgan. Faqat kechqurun yotib olasan deb. Necha bratan? Ticho emas, necho. Eshitmay qolganlar uchun-da. Bugun Herabrin chiqib qolishi ham mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'laveramiz bolalar. Iloji boricha. Qo'rqinchli Minecraftdan ko'ra o'zimiz videolar yaxshi ekan. Mazza qilib o'ynagandik. Bunday mazza qilamiz, lekin u videolar ko'proq yoqardi menga. Xo'p, bizaga hozir oyna eritilishi kerak bo'lgan narsa. To'g'ri? Uning uchun biz mana qilib buni qo'yib olishimiz kerak-da. Keyin mana buni yoqib olish kerak. Yana tegini bilan yoqib olamiz. Kerak emas bo'lgan daraxtdan yoqib olamiz. Necha endi? 6 ta oyna bo'lsa, ikkita oyna yasaymiz. Qo'rqo'man bulardan bolalar nimagadir. O'zim ham bilmagan sababini. Qo'rqishi yo'q qolganda Minecraft g'alati bo'lib qolgan. Lekin sizlar kimdir kelib mana oddiy Minecraft o'ynasang bo'ladi desa, o'ynaverasizlar. Men bilaman-ku, nima borligini Herabring bor. Mana shunga qo'rqyapman-da. Xo'p, Herabringni qazin solib qo'ydim mana shu yerga. Bitta bolta, keyin go'sht kerak bo'ldi menga. Albatta oynalarni ham olsam. Xo'p, bu oynani ham olamiz. Uyni sal o'rab olsak, keyingi videoda davom ettiramiz. Mana shu oynalarni qo'yib olsam. 3, 4, 5, 8, 9, 10. Короче, uyni oxirigacha ham, keyin videoda bitkazib qo'yamiz. Albatta biz Herabringdan ko'rgan narsalarimiz g'alati biom, keyin mana bunaqa Herabringni struktura qanaqadir haykali. Herabringniki albatta kim videogacha ko'rsa hisob olasan bo'ladi, tugadi. Like bosib qo'yinglar. Biz tezroq ming to'planib bo'lishimiz kerak.